Salom o'rtoqlar. Bizani 4-chi darsimizga xush kelibsizlar. Bugun biza o'sha o'qishga qanday topshirishni davom etamiz. O'tgan dars aytgani darsga Common App, Quest World University va bitta universitetni tanlab shuni qurib chiqamiz aytgandim. Va mana shu vaqt keldi. Bu darsni qisqacha qilishga harakat qilaman qo'limdan kelgancha va birinchi bo'lib Common App'ni ko'rib chiqamiz. Common App'ni faqatgina Amerikaga topshirmoqchi bo'lganlargina ishlatib bo'ladi xolos. Common App'ni faqat Amerikaga topshirmoqchi bo'lsanglar, Common App'ni ishlatsanglar bo'ladi. Masalan, Common App'ga kirishlardan oldin birinchi akkaunt ochasizlar. Akkaunt ochish unchalik qiyin ish emas va mana akkaunt ochgandan keyin o'zi mana shu ekran kiradi. Va chap tarafda ko'rishlaring mumkin. Bu yerda bir ikkita variantlar bor va o'ng tarafda mana bu yerda a, savol-javob anonsi bor. Savol-javoblarga savol so'rasanglar savollar bor. Va chap tarafda My Common Application'ni bossanglar, bu yerda sizlar haqida ma'lumot bo'ladi, to'ldirasizlar. O'zlaring haqlaringdagi ma'lumotlar, buni to'ldirib chiqasizlar. Juda ham ko'p vaqt olgani uchun men buni qilganim yo'q hozircha. Agar vaqtlaring ko'proq bo'lsa, ko'rsanglar bo'ladi. Va buni yordam so'rab qilasizlar. Yordamni Gemini yo ChatGPTdan olsanglar bo'ladi buni to'ldirish uchun. Buni o'qishga topshirishni to'ldirasizlar. Sizlar haqida ma'lumotlaring, maktab o'qularing va yana shunga o'xshagan narsalar haqida ma'lumotlar. Va mana bu yerda ko'rishlaring mumkin My Colleges degan joy bor. Mana My Collegesga bossanglar, sizlar podpisatsiya bosgan, ya'ni yulduzcha yopib qo'ygan, yuraqlaringni bir chekkasiga yoki yuraqlaringni yopib qo'ygan universitetlar ro'yxati bor mana bu yerda. Sizlar mana shu yerdan mana shu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, manda qani mani universitetlarim bu yerda bo'lishi kerak edi, lekin yo'q. Stanfordga keldim mana. Kirganlaringda mana bu yerda oti, mana bu yerda email, phone number, qayerda joylashganligi va aplikatsiyangiz deadline'i qachonligi va turlari sizlarga o'tgandim. Early action, regular decisionlarni qanaqa bo'lishligini mana shular. Stanfordda early action 1-avgust ochilib, noyabr 1da yopiladi. Barvaqt topshirish va o'rtacha topshirish regular decision bu 1-avgust ochilib 5-yanvarda yopilar ekan. Mana bu yerda veb-saytga kirgan ma'lumot ochilib bo'ladi. Eng yaxshi mana bu yerda narxlar ham bor ekan. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Bitta aplikatsiya topshirish $100. $100 pullaring bo'lsa topshirasizlar va SAT va SAT majburiy ekan, bitta shunday yozilgan va mana bu yerda ingliz tilini bilishingiz anon qilingan va qanday dokumentlar kerakligi ham bor ekan bu yerda. Sizga kerakli bo'lgan va portfolio requirementlari ham bor ekan bu yerda. Juda ham sizni shu dokumentlaringizga, aplikatsiyangizga kerakli bo'lgan juda ham ko'p narsalar bor bu yerda. Kommunal juda ham zo'r, aytishim mumkin, juda ham zo'r app agar Amerikada topshirmoqchi bo'lsanglar. Kirasizlar, bu tanlaysizlar, qayerdan search qilaman desanglar, universitetlarni searchini mana bu yerdan qilsanglar bo'ladi. College search'i bosasizlar. Mana bu yerda MIT chiqarmoqda. Internet sust adashmasam. MIT chiqar. MIT chiqmadi, bilmadim nimaga chiqmayapti. Men MITni chiqarolmadim bitta. To'lig'ini yozish kerak menimcha, Massachusetts. Короче, mana shu Common App universitet tanlaysizlar, add bossanglar mana bu joyga o'tadi. My College'ga o'tadi. Mana bu yerdan keyin kirasizlar, tanlab bosaverasizlar. Kirib ma'lumotlarni olib, saytiga kirib ko'proq narsa o'rgansanglar bo'ladi. Masalan, bosasizlar, kirasizlar, yana ko'proq narsa o'rgansanglar bo'ladi. Qanaqa majorlar bor, qanaqa sizni sohangiz bormi maktabda, o'sha universitetda shunaqa qilib bilsanglar bo'ladi. Bu yerda nastroyga qanday qilib chiqib ketishingiz, o'zingiz profilingiz, maytda financial aid o'tgandek $100 bepul qilish uchun aplikatsiyangizga pul berishingiz kerak jo'nash uchun shuni hisobiga arzonroq qilib beradi. Bu direct admissions
Bu sig'inchiliklar emas. E, College Search hozir bir narsani tekshiramiz. Masalan, unga keldik. Document. Bu yerda $60 ekan. Arzonroq ekan. Purdue University. E, Bepul qo'shni yo'li bor. Maktabdan kambag'alman degan olishingiz kerak qog'oz. Shuni bitta yo'li bor. Bu Common App haqida edi va bundan keyin biz Quest World Rankingni ko'rib chiqamiz.